Do'stlar mana ko'rgazmaga keldik. Davronga xizmat berish haqi keldik. Bu yerda hozir bir 6 ta davlat qatnashyapti. Belorussiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Eron ham. Shu qadarda O'zbekiston. Shu qadar 90 ta tadbirkor, ya'ni tadbirkorlarga bugun Afg'onistonda qo'shni davlatlar nima olib kirayotganini ko'radigan va tayyor qilishyapti. Mana hozir bu yerda ministr ham kelgan. bosh vazir Mulla birodarlar va Aziziy savdo vaziri ham hozir keldi. Ularga muloqot qilamiz. Ketdi. Kobul shahrida tashkil etilayotgan 4-xalqaro ko'rgazmasining ochilishi marosimida ishtirok etish uchun men va O'zbekistondan kelgan 100 ga yaqin tadbirkorlar uchun katta sharafdir. O'zbekiston bugungi kunda Afg'onistonga investitsiya qilish bo'yicha ham juda katta imkoniyatlarni shakllantiryapti. Bu aynan hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tarafidan berilgan topshiriqlarni ijrosi. Davron aka, Kobulda biz Afg'onistonda 100 dan ortiq o'zbek tadbirkorlarini olib kelibsiz. Shu yerda mana ko'rgazmada bizanikilar eng ko'pi. Eng ko'pi. Qanaqa mahsulotlar eksport bilan hajmi O'zbekiston Afg'oniston? Nima aynan Afg'oniston? Oldingi yilga nisbatan 40% o'sgan. Уже bugungi kunda bizda 1 milliard dollar bor. Afg'oniston yo'l-kira taraflama qurilish materialida elektr texnika oziq-ovqat bo'yicha raqobat qiladigan davlat qolmadi. Va eng qizig'i Pokiston bilan chegaralar yopilgandan keyin O'zbekistonga qarab hamma narsani sotib olishyapti, to'g'rimi? Va bu hukumat shu muammolardan keyin O'zbekistonning barcha baryerlarni ochinglar, nima bo'lsa olib kirib sotsin deyapti. Qachongacha ko'rgazma davom etadi? 23-noyabr. Hamma kelgan tadbirkor kompaniyalarimizga omad, kuch-quvvat tilab qolaman. Gap yo'q, yuraginglar baqva degan. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingi unaqa bozor qaysi bo'ladi? Keyingi davlat qaysi? Poyezdkamiz Iroq. Voy. 46 million aholi, 90% mahsulot importi. 46 million aholi. Bor ko'rsatilsa, like bosib, uzoqda qo'llab-quvvatlaydi. Olovdan beri oilalar Afg'onistonga katta salom, Davron aka, rahmat. Sizga rahmat. Salomat bo'ling.